Iliq shahri. Zerekçaqlarning qimmatli kitobini izlash uchun davomli sharqqa qarab ilgirlayotgan Xaybov atirti shu damda ko'pchilikni yo'qlab kelmoqchi bo'lgan bo'riqliq doktorni saqlab o'tadi. Nima degan go'zal, rostliqqa bir yeshillik turgan dengizgan. Xuddi yo'l pistamlikkan pitahlo. Sen yeyishni bilirsan. Lekin hozir degan kuz fasli tursa. Bo'riqliq doktor kelsa, uningda so'rab boqayli. Bu yupurmaq biroz g'alati turdi-g'o. Bo'riqliq doktor hozir degan kuz fasli tursa, nimishqa bu yerdagi o'simliklar yanada yopishib turdi. Buning konkret sababi bo'lsa, buning sababining nimaligini menmi bilmayman. Ko'pchilik oldirmisanlar-chu? Men yana bir tadqiq qilib ko'ray, ha? Yo'g'oniga ko'proq tatiyman. Boshliq, siz o'riqlisiniz bo'g'itdek. Nima? Men kishini mabsan qiladigan kirishgan cho'cha o'tirsam nima deb o'riqlig'idekman. Kuchab tatiyman. Sen odat degan bir konservalarning kuchini ko'rsat. Boshliq, ben azalda bir konservasiya yapaqmadim. Azalda yapaqmadim, yemedim. Qalva qush. Ay. Ha? Yamış shuncha tas bo'lgan sharsi bilig'im yamış chiqaladi. Men haqiqatan yamanjimi? Boshliq, shahar darvozasi aslida ochiqkan. Boshliq, aslida sizning yamışınızın aşı yo'q-ku. Sen nimani bilasan? Men tamg'i yamışqa amroq qandaq. Ha? Boshliq, sizning qiziqishingiz rostla kang doirali ekan. Boshliq, biz endi Xaybov atirdigilarga qanday taqobil turamiz? Buningdan burunla tayyorlik qo'ygan. Xaybov atirdi xat to'xtab turish, xat to'xtab turish. Bo'riqliq doktor, siz topmoq bo'lgan narsa rostli mush atrofdimi? Shahardagi kishilar ta'minlagan yip-uchuq asoslanganda dal mush atrof shu, xato emas. Bu yupurmoqlarning rangining buncha yangi turg'ini qaraganda, u bu yerga bayili kelib ketgan bo'lishi mumkin. Voy, bekle yerib ketdim. Bu narsani tepish nima ochtasdi? Agar mazalik monti bo'lgan bo'lsa, men cho'qim birdamdala tep oladim. Doktor, biz zaten nimani istavyaptimiz? Doktor, bo'ldi gap yo'rg'latmay tezroq aytib bering. Mening tekshirish natijamga asoslanganda, bularning hammasini ko'k yilon qilgan. Sizlarga desam, amaliyotda u bu o'simliklarni fasl o'zgarishining ta'siriga uchramaydigan qilib qo'ygan. Shung o'simliklar mushundoq yop-yeshil ham yumron turdi. Lekin yeshillik yaxshi emasmi? Biz nimishqa ko'k yilonni topmoqchi bo'lamiz. Ko'k yilon sehr ishlatib, barliq o'simliklarni o'zi yoqtiradigan qilib o'zgartib, kishilarni to'liq qiyin ahvolga tushirib qo'yibdi. O'ylab beqinglar, kuz fasli degan molosol oladigan payt, lekin hozir etizdagi ziroatlar va daraxtlardagi mevalarning hammasi yop-yeshil turdi. Ko'pchilik deb beqinglar-chu, bundaq bo'lsa qandoq molosol og'ili bo'ladi? ishlarisi yo'q-ku. Bey, xato ko'rib qoldingmi qanda? Mumkin emas, cho'qim bor. Shundoqmi? Men bor dedimmi, bor. Bo'ldi, biz berib qarab boqayli. U balkim doktor degan yilqi ko'k yilon bo'lib qolishi mumkin. Boshliq, biz nima
nemishqa doim o'rga olaymiz. Bu usul ham ko'na ham qaloq tursa, uning ustiga bu o'rga tushadiganimiz yana o'zimiz bo'ldi ekanmiz. Buningdagi sabab dal sening to'rtligingda. Uning ustiga bizning bu oylik faoliyat rasxodimizning hammasini shoir qoldi. Biz endi nedik pulga oliy darajalik uskuna setib ola olamiz. Boshliq, shoyim rostla bak pixsiq ekan. Qo'rq gapni qilmay tez o'rag'ni ko'la, tez bo'l. Xo'p, boshliq. Vah, boshliq, oxiri ko'lab bo'ldik. Bu qatam haybov atrofdagilar nega qochalaydi ekan qani? Haras yo'g'an egas, yo'g'an egas. U nega ketgandi? Yo'g'an egas. Boshliq, mana men bu yerda. Ha? Achcha! Boshliq, men degandim-ku, har qitim o'rga tushadigan yana o'zimizda. Saran tez meni tortib chiqirma. Yo'g'an egas, sen zaharlanib qoldingmi nima? Men qandaqsiga chotidiga aylanib qoldim. Boshliq, siz yeshil maslar bo'lib qoldingiz. Demek ki bundan faluda. Boshliq, qarang. Aslida senin işin kendi. Tez beni esliga keltirib qo'y. O ish bilan sana o'zimni bir ko'rsatib qo'ymasam bo'lmag'idi. Bali o'zgar. Zaharlik zamburug' uning adabini berib qo'y. Emesi meni yüz xotira qilmadi deb og'rinma. Zaharlik zamburug'. Qo'lingni tut. Ko'klarni bozaq qilg'ichi bo'lmanglar. Men nima deb sening gapingni anglamadimman. Zaharlik zamburug' g'ushsizlantirish gezi qo'yibman. Cho'choq bilan yo'g'ana qizga qaranglar. Nima degan? Ularni 3 kishilik ishil guruh desa bo'g'idek. Hep açığımda keltirdi. Ben bugün sizlerine herkes boş koyuvetmeyim. Bali özger. Karımız maymunu zehirlik zemburak ulanın rasa bir edibini verip koyunla. Haybov keldi. Montani tez asliga keltiribman. Buni qandoq yegili bo'ladi? Doktor, qaraganda ko'kiylar rostila yeshilrangni yaxshi ko'rdi ekan. Lekin bundaq bo'laversa dehqon tog'lar ziroatlarni yig'olmaydi-da. Ko'k yılan, qarab baqa. Hasan Hüsen chiroyliqmikan? Yeşil ranglardan boshqa ranglarmi shundoq chiroyli. Bizning tabiat har xil ranglar bilan bezilishga muhtoj. Faqat xatolikni tunib o'zgarsila, u yanada yaxshi bola bo'la oladi.
Men degandim-ku, qandoq o'ri bo'lishini qat'iy nazar oxirida tushunig'imiz yana o'zimizda. Voy ishlas, Xaybov atrofdagilar bilan ko'k yilon, men sizlarni hargiz boshqa uyatmayman. Sen ablaqlar endi nedan paydo bo'lishding, ha? Başliq unutib qoldingizmi? Ular bizga o'xshash Xaybovning suv qaynamog'i tushib ketdi. O yaramaz ablaqlar, to'la ochig'ini keltirishmang!